Rossiyada ingliz, rus tilida o'qigansan, to'g'rimi? Ha? Shunga qizim. Men ham o'qiyman. Qanaqa qilib maktabga tashlab ketasan o'rtoqlaringni? Ketaman. Mayli. Xo'p. Nima siz bizni ajratyapsizmi? Nima? O'ylab gapiryapsanmi? Qachon bir-biringni ajratganman? Nima deyapsan sen? Biz hech qachon pulli maktabda o'qimaganmiz. O'zi bu yil ochdi-ku maktabini. Undan keyin men pul to'lamayman maktabiga. O'rtog'im bo'lganiga shunday tekinga o'qitaman deyapti. Qizim, hozir qanaqa qilib ikkita bolamni olib borsam-da ikkalovingga pul bermasam, uyat bo'lmaydimi?